qurollantiradi. Lekin bu joylarda ham samimiy gaplashishga harakat qilamiz. Metod kuni biz uchun dam olish kunida. Masalan, akamlar kelganda ko'rsatdik. Obid akam ko'ramiz sizlar. Lekin aslida bu katta fojia. Misol uchun 5 yildagi bir marta borib malaka oshirish jarayonidagi o'z ustida ishlash bilan kundalik faoliyatingizdagi avtomobilda ish faoliyati bilan bog'liq ravishda o'zingiz ustida ishlasangiz qancha yaxshi imkoniyat. Lekin bu narsani biz panja ortidan qarab dam olishimiz hali mana o'qituvchilarimiz kelganda yo'q. O'zi aslida bizni vazifamiz shu. Misol uchun sizni qurollantirish, sizni metodik jihatdan bir yaxshi narsalar bilan boyitish. Lekin darsga nisbatan xohish bo'lmasa, darsga nisbatan bunaqa fidoyilik bo'lmasa, u kimga beradi? Oddiy elementar narsalarni bilmayapti. Misol uchun qaror qachon qabul qilingan maqsad nima o'zi. Bu hali ishga kelganimiz yo'q. Kimlar qoldi kirmagan? Javob berilmagan. Ikkita javob berilmagan savol ustoz. Saqlashni bilmasam. Balqayda ko'rgan qaysi biri? Yopishni bosasiz, natijada bo'ladi. Yopishni bos. Shuni bir bos. Bosdi, sinov egiladi. Sinov egilib ko'rish. Nima uchun? Baho beshak. Yaxshi. Qarang, 3 kishi chiqsa mayli. Siz olib chiqmasangiz ham. O'tiringlar bo'sh joylarga, kelinglar mana. Kellasizmi? Sizlarga bitta qarang siz. Zilolaga men qarang.